Doktor Olsi Yazıcı efendi, sizning ziyoratimizni qabul qilganingizga ko'p rahmat. Arzimaydi. Mening tunji savolim, siz qachondan beri Xitoy Kommunistik partiyasining hukmronligi ostida yashaydigan Uyg'ur musulmonlarining fojialik vaziyatidan xabar topgan edingiz? I've heard about Uyghurs since the 1990s. Men Uyg'urlarning ahvolini 1990-yillarda Malayziyada o'qiyotgan vaqtimda anglagan. Rostini desam, menga nisbatan Xitoy hukumatining yig'ilish lagerlari yasaganligi va Uyg'urlarni bu joylarga qamab, ziyonkashlik qilganligi to'g'risidagi xabarlar biroz ishonchsizlik tuyulgan edi. Bu ahvol mening bu masalaning tegi taktini bilish uchun izlanishimga turtki bo'ldi. In order to learn what is the truth. So you recently visited Siz yaqinda Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonidagi yig'ilish lagerlarini ziyorat qilib kelibsiz. Sizni Xitoy hukumat taklif qildimi yoki siz o'z oldingizga bordingizmi? No, the Chinese government invited me. Meni Xitoy hukumati taklif qildi. Safarimning chiqimlarini Xitoy hukumati chiqardi. Men ularga mening bir jurnalist va tadqiqotchi ekanligimni bildirdim. Men ilgari Uyg'urlar va Uyg'urlarga nima bo'layotganligi to'g'risida xeyli ko'p narsalarni anglagan edim. Sizning bu qitimliq safaringizning xarajatini kim chiqardi? Xitoy hukumatimi yoki o'zingizmi? Xitoy hukumati chiqardi. And the Chinese government has been inviting many Xitoy hukumati yaqindan beri nurg'unlagan chet ellik muxbirlarni, bo'libmi o'zining maydonini yaqlaydigan davlatlardagi muxbirlarni taklif qilib, Uyg'ur diyorini ziyorat qildirib keldi. Xitoy hukumati bu qitim nima uchun sizni taklif qilib, bu lagerlarni ziyorat qildirdi? I have positive views regarding China. Mening Xitoy Xalq Cumhuriyati va uning tashqi siyosati to'g'risida ijobiy ko'z qarashim bor edi. Men ba'zida G'arb ellari Xitoyga adil muomala qilmayotidi deb o'ylaydim. Ipak yo'li bo'yidagi davlatlarning matbuot xodimlari yig'ini nomli bu programmaga balkim mush sababdan tanlangan bo'lishi mumkin. Yeah, in your video testimony you stated, siz videoliq bergan guvohligingizda Xitoyga yaxshi niyat bilan bordim. Ya'ni Amerikaning Uyg'ur avtonom rayonidagi lagerlar to'g'risidagi tashviqotlarining xatoligini isbotlash uchun bordim debsiz. Siz rostla bu sababdan bu lagerlarni o'z ko'zim bilan ko'rib kelay deb borganmi? Yes, I was very eager to go to Xinjiang. Because I wanted myself to explore what is going on there. Mening Xinjiangga berish arzuyim bor edi. Chunki bu yerda yuz berayotgan ishlarni o'z ko'zim bilan ko'rib va tekshirib chiqishni o'ylagan edim. Ammo men u yerga borgandan keyin G'arbning Xitoy to'g'risida bergan xabarlarining yolg'on xabar emasligini bilib yetdim. Xitoy hukumatı Xinjiangda bo'libmi Urumchida nihoyat ko'p mablag' selib o'tibdi. Shunga biz u yerga yetib borgan dastlabki kunlardagi ta'sirotimiz bakmi yaxshi bo'ldi. Urumchi haybatlik binolar bilan to'lgan zamonaviy va yangi bir shahar ekan. Biz Urumchining qiyofatini ko'ribla bu yerdagi ishlar yaxshi ketib borgandek, G'arbda anglaganlarimiz rost emasdek tuyuldi. Shundoq bo'lsa-mu, men bir kasbiy tarixchi bo'lish sifatim bilan har bir detalga inchkilik bilan diqqat qildim. Bizni yetaklab mangan Xitoy tushundirgichilar bu zaminning mangu Xitoyga tava ekanligini, bu yerdagi madaniyatmi Xitoy madaniyatining bir parchasi sanaldiganligini qayta-qayta so'zlab o'tdi. Ularning deyishicha, Uyg'ur musulmonlar bu yerga keyin ko'chib kelgan ko'chmanlar ekan. Islom dinimi bu yerga sirtdan kirgan bir din bo'lib, o'rta asrda zo'ravonlik va terrorlik bilan tarqalgan ekan. Ular bizni Urumchi, Aqsu va Qashqardagi muzeylarni ziyorat qildi. Bu muzeylardami Xitoy hukumat tarafining tushundirishi bo'yicha tonishtirish olib berildi. Buningda bu rayonning tarixdan buyon Xitoyga tava ekanligi, bu rayonning asli madaniyatining Xitoy sulolalarining tarixi va buddizm madaniyati bilan zich bog'langanligi ko'rsatilgan. Buningda yana bu rayondagi avtonomiya huquqidan bahramon bo'layotgan Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz, Tatar va boshqa xalqlar tajovuzchi qilib ko'rsatilgan. Bizning Xitoy hukumat tarafining bu tushuntirishlardan olgan ta'sirotimiz Xitoy hukumatining rayondagi siyosatlari va oqtashlik kitoblarida deyilayotgan tashviqotlari bilan o'xshash bo'lib chiqdi. Bu bir imperial tushuncha bo'lib, uningda Xitoy xalqi eng ustiga qo'yilgan edi. Boshqa xalqlar bo'lsa Xitoyning buddizm madaniyatiga
va Xitoyning imperial tarixiga bo'ysunadigan xalqlar qilib ko'rsatilgan edi. Xitoy hukumat tarafining bu tushuntirishlari bizni qattiq hayron qoldirdi. Shundaqla Xitoyning qandoq bir davlat ekanligini bizga his qildirdi. Bu rayondagi keng ko'lamli tutib turish o'rni, ya'ni sizlar g'arbda yig'ilish lageri deb ataydigan, bizning Xitoy do'stlarimiz kasbiy tarbiyalash institutlari deb atayotgan yerda do'zaxning naq o'zini ko'rdik. The Kyrgyz, the Tatars and other people that you guys in the West, you call them concentration camps, while our Chinese friends, they were calling them vocational training institute. There we saw a hell. So what do you think is that sizningcha bular kasbiy tarbiyalash markazlarimi? Bularni nima deb atash kerak? Well, this is something that I'm suffering. I do not want to insult my Chinese friends and to call them concentration camps, but I'm calling them mass detention centers. In these mass detention centers, men bu o'rinlarni nima deb atsa muvofiq bo'lganligini bilmadim. Ham azaplandim. Men bularni yig'ilish lageri deb atab Xitoy do'stlarimizni ranjitkim yo'q. Men bularni keng ko'lamli tutib turish markazi deb atayman. G'arb taratqularida bu keng ko'lamli tutib turish markazlarida millionlagan Uyg'urlar tutib turilmoqda deyilyapti. Ammo Xitoy tushuntiruvchilar bizga g'arb taratqullari da'vatgan bu sonning mubolag'a ekanligini ko'p qatim aytdi. Ular bizga bu markazlarda 500 mingga yaqin Uyg'urlarning borligini bildirdi. Ular bizga yana bundaq markazlardan 68 bor dedi. Bu markazlar faqat Xinjiangga qurilgan ekan. Bu markazlarga avatilganlar Xitoy emas ekan. Ular ham Hong Kong, Makao yoki Beijingdan kelganlar emas ekan. Ular faqatla musulmon Uyg'urlar ekan. Bizning bu qitimliq ziyoratimizdan olgan ta'sirotimiz Xinjiang hukumati Uyg'ur musulmonlarini nishonliq tanlab, ularga jazolash siyosati yurgizmoqda. Biz ziyorat qilgan tunji zo'r ko'lamli tutib turish markazi Onsu noylik kasbiy tarbiyalash maktabidir. Bu maktab Aqsu shahridan 102 kilometr keladigan bir cho'llikka joylashgan bo'lib, uning atrofida hech nima yo'q edi. Bu xuddi Alcatraz türməsiga o'xshaydi. Biz u yerda faqatla uylardan bo'raga ilinib, bu yerga solangan 20 yosh atrofidagi bolalarni ko'rdik. Ularning qamalishidagi birdan-bir sabab ularning musulmon bo'lganligi ekan. It was a kind of Alcatraz. Right. And when we went there, we saw kids in their 20s who have been incarcerated, who have been abducted from their homes. Yes. For the only reason that they were Muslim. Right. Siz bu safarga atılışdan burun, ya'ni Xitoyga berib bu lagerlarni ko'rishdan burun, bu yerda nimalarni ko'rman deb o'ylagan edingiz? Bu lagerlarga qandoq odamlar qamalgan deb tasavvur qilgan edingiz? Well, in these camps, even when we were at Urumqi before visiting them, men Urumchidagi vaqtimda, ya'ni bu lagerlarga berib o'z ko'zim bilan ko'rishdan burun, uning ichida jinini fido qildigan bomba portlatuvchilar, terroristlar, qotillar va shuningga o'xshash boshqa jinoyatchilarni ko'raman deb xayol qilgan edim. Ammo biz bu lagerlarga kirib ko'rgandan keyin bu yerda faqatli begunoh odamlarning qamalganligini his qildik. Ularning birdan-bir jinoyati faqat musulmon va Uyg'ur bo'lib qolganligi ekan. Xitoy do'stlarimizning bizga ko'rsatmoqchi bo'lgani turma yoki keng ko'lamli tutish markazlari bo'lmasdan, balki Uyg'ur bolalar kasbiy dars oladigan, naqshi usul yangrab, hamma xo'shallik cho'mgan bir kasbiy tarbiyalash maktabi edi. Shunga ular bizni bu yerga boshlab kelganida, bu yerga qamalgan bolalar o'zlari tayyorlagan naqshi usullarni bizga ko'rsatdi. Men Xitoy do'stlarimizga o'zimning bu yerga o'yin tomosha ko'gilganligimni, balki bu yerda nima ishlarning bo'layotganligini, bu odamlarning kimligini, ularning nima jinoyat o'tkazganligini va nima sababdan tutib turilayotganligini tekshirib bilmoqchi ekanligimni dedim. Xitoy do'stlarimiz mendan batli xafa bo'ldi. Ular mening boshqalarni ixtiyorimizcha ziyorat qilishimga yo'l qo'ymadi. Ular menga "Sen ularni ziyorat qilsang bo'lmaydi. Chunki ular basketbol yoki boshqa o'yinlarni o'ynayotidi" dedi. Ular har vaqt sagakdi. Hatto savollarimizdan cho'chitdi. Ular bizning butun ziyoratimiz jarayonida boshqalarni, hatto ko'chada uchragan kishilarni ziyorat qilishimizga yo'l qo'ymadi. Men orliqda ikki ochiq bir yotoqni ko'rdim.
Men uning ichidagi ahvolni bilib beqish uchun yonfonimni elib kirdim. Bu yataq 20 kvadrat metrdak keladi ekan. Yataqda 10 karvat var ekan. Uning ichida birla hojatxona bor ekan. Ichida tarat qilgan yeri to'silmagan 2 o'rin bor ekan. Bu haqiqiy turmining bir kamerga o'xshaydi ekan. Men fursatdan foydalanib, bir Xitoy o'qituvchidan bu odamlarning nima sababdan bu yerda tutib turilayotganligini, ularning nima jinoyat o'tkazganligini so'radim. U menga bu bir kasbiy tarbiyalash maktabi deb javob qaytardi. Men uningdan ular bu yerdan ayrilib uyga ketaman desa qandoq bo'ladi deb so'radim. U, yo'q, ular qaysi bo'lmaydi deb javob berdi. Uning javobi bizga o'zining irodasiga qarshi elib kelingan bu bolalarning turgan joyining amaliyotda turma ekanligini isbotlab berdi. Uningdan keyin men Uyg'urlarga salom berdim. Ya'ni men ularga assalomu alaykum dedim. Ularning hammasi musulmon. Ularning ismlari Qudrat, Oysham, Mahmud degandek musulmoncha ismlar ekan. Ammo ular menga musulmoncha salom qaytarmay, balki xitoycha Ni hao degan so'z bilan javob qaytardi. Sizningcha ular nima uchun bundoq salomlashidi? They were speaking in Chinese and even when I was making them questions, they were not speaking in Uyghur but in Chinese. Why? Bizning bu keng ko'lamli tutib turish markazida tushunganimiz shuki, bu yerga elib kelinganlarning Uyg'ur tilida so'zlashi butunlay cheklangan ekan. Ular har vaqt Xitoy tilida so'zlashga majburlanadi ekan. Ular yana o'zining diniy e'tiqodidan voz kechishga majburlangan. Men ular bilan bo'lgan suhbatimda, "Sizlar musulmonmi?" deb so'radim. Ular "Yo'q" deb javob berdi. Ularning hammasi "Yo'q" dedi. Men ulardan "Sizlar dinga ishonmaysizlar?" deb so'radim. Ularning hammasi "Yo'q" dedi. Ondan ular menga "Biz dinga ishonmaymiz. Biz ilm-fan bilan kommunistik partiyaga ishonamiz" dedi. Ular bu markazlarga kelishdan burun musulmon edi. Ulardan biri ko'chada namoz o'qiganlik uchun bu yerga elib kelingan ekan. Yana bir qiz bir o'g'il bola bilan muhabbatlashib, nikoh o'qitganlik uchun bu yerga elib kelingan ekan. Mana ularning jinoyati faqatla namoz o'qiganligi yoki o'linish uchun nikoh o'qitganligi ekan. Yana bir qiz Qur'on o'qishni o'rganganlik uchunla bu yerga so'langan ekan. Yana bir qiz namoz o'qiganligi, yog'liq chekkanligi va onasiga birga namoz o'qiyli deganlik uchunla bu yerga elib kelingan ekan. Biz bu yerda tutib turilayotganlarning jinoyatlarini anglagandan keyin men bu bolalarning jinoyatchi yoki terrorchi emasligini bildim. Chunki dinga ishonish, Xudoga ibodat qilish g'arb ellarida yashaydigan bizlar uchun eng oddiy kishilik huquqdir. Shunga biz Oqsudagi yig'ilish lageri yoki keng ko'lamli tutib turish markazidagi bu bolalarni ziyorat qilish orqali ularning birdan-bir jinoyatining faqatla ularning musulmon bo'lganligi va Uyg'urlik kimligi ekanligini tushundik. Is the right to believe in God. I understood that the kids who were brought in here, they were not criminals, they were not terrorists. And why do you think Sizningcha Xitoy hukumatı nima uchun Uyg'urlarga bundoq muomala qiladi? So by the discussions that I had with one Men bilan so'zlashgan Xitoy tushundirgichilardan biri bir jihatdan Xitoy hukumatining Uyg'urlarga 1970-yillardan boshlabla mushundaq bir siyosat yurgizmaganligidan pushaymon qilganligini bildirdi. Ularning maqsadi Uyg'urlarni tamoman assimilyatsiya qilishdan iborat ekan. Ular assimilyatsiyani bir qancha xil usul bilan elib berib o'tibdi. Birinchidan, bir balbaq bir yo'l qurilishi orqali Xitoy ishchilari va ko'chmanlarini Xinjiangga turkumlab elib kelib o'tibdi. Ikkinchidan, Xitoy hukumatı iqtisodiy yordam degan nomda Uyg'urlarni tarqoqlashtirib, Xitoylar bilan aralashib yashashga majbur qilib o'tibdi. Uchinchisi, keng ko'lamli tutqun va qamash orqali Uyg'urlarni kontrol qilib o'tibdi. Meningcha 1 million degan son mubolag'a emas. Ammo Xitoy do'stlarimiz bizga 20 million dedi. Incarceration or detention, and I believe the number 1 million is not an exaggeration, but the Chinese friends of us, they accepted, they told me it is 500,000, which is still, Doktor Yazici, siz dunyoning har qanday bir yerida Uyg'urlarga o'xshash o'zining e'tiqodi va milliy kimligi sababidan millionlab turmada yetayotgan boshqa bir joyni bilamsiz? Nowhere.
Yo'q, bilmayman. Men shuning uchunmi qattiq hayron qoldim. Mundaqcha aytganda, bizning ziyoratimiz Xitoy do'stlarimiz bilan bir yerilish nuqtasiga kelib qoldi. Rostini desam, men Xitoyga G'arbning bu masala ustidagi qarashlari va tushuntirishlarini pachaqlab tashlash kerak degan niyatda borgan edim. Ammo mening u yerda ko'rganlarim bakli qo'rqinchli bir reallikdir. Men Xitoy do'stlarimizning mendan qattiq ranjiganligini bilaman. Ularning ba'zilari hatto mendan "Sen kim?" deb so'radi. Ular balkim meni bir jasusmikin deb o'ylab qolgan bo'lishi mumkin. Did they threaten you? Ular sizga yoki siz bilan bir safarda bo'lgan muxbir do'stlaringizga tahdid soldimi? Safarimizning eng oxirgi kunlari, ya'ni Qashqarda bo'lgan vaqtimizda bizga yo'l bo'yi bir Xitoy Kompartiya sekretari hamroh bo'ldi. Agar xatolashmasam, uning ismi Li apandi. U bizga avtobusdagi vaqtimizda tahdid aralash gap qildi. U, "Men sizlarning bu yerda qilgan ziyoratinglar jarayonida ko'rgan ba'zi narsalarni ancha yoqtirib ketmaydiganliklarini bilaman. Biz sizlarning biz to'g'risida yomon xabar yozishinglarni xohlamaymiz va qabul qilmaymiz" dedi. We do not want you to report anything bad about us. Basically, u sizlarga o'z ko'zinglar bilan ko'rganni yoshirib, haqiqatni demaysizlar deb qo'rqib soldi. Shundaqmi? Shundaq. Ular bizning muxbir do'stlarimizga qarata teri taraqshdi. Buning bilan muxbirlarmi bo'ladi. Biz bu to'g'risida hech nima demaymiz, deyishdi. Sizningcha Xitoy hukumati Uyg'urlarni assimilyatsiya qilib tugutishi mumkinmi? I told to our Chinese friends. Men bizning Xitoy do'stlarimizga ularning qilayotgan ishlarining xato ekanligini dedim. Men ularga tarixni o'rganishni tavsiya qildim. Men ularning sambiga sobiq Yugoslaviyani soldim. Ya'ni Slobodan Miloshevicning Bosniyalik va Kosovoliklarga nimalarni qilganligini eslatdim. Ularga Serbiyaning mustamlik siyosati va boshqa millatlarni seriblashtirish siyosatining Yugoslaviyada mag'lub bo'lganligi, buning Yugoslaviyaning parchalanishiga sabab bo'lganligini ta'kidladim. Men Xitoy do'stlarni bu tarixni yaxshi o'rganishga tavsiya qildim. Men ularga sizlarning qilayotganinglar faqat Xitoy imperializmidir dedim. Albuki men ularning Uyg'urlarga qilayotgan bu ishlari to'g'risida norozilik bildirsam, ular mening fikrimni qabul qilmadi. Ularning qarashicha bu yerdagi Uyg'urlar Xitoycha o'rganib 2-3 yilda lagerdan chiqqandan keyin butunlay Xitoyga aylanarmish va xizmatga erisharmish. Bu ularning Uyg'urlarga qilayotgan yaxshilik emish. Ular biz Uyg'urlarni haqsiz ma'rif bilan ta'minlayotimiz deb qaraydi ekan. They will be fully Chinese and they will get jobs. So we're giving this education to them for free, they were telling me.